Ümitsizlik. Abduri Yaman Karaca. Ba'zida qattiq ümitsizlik ichida qoladi inson. Uningga nurg'un mol dunyo bersangmi, uni jalb qila olmaydi. Chunki uning hayotdan ko'ngli suv ichmagan. Atrofidagi insonlardan ko'ngli suv ichmagan. Yashashga majbur qilinayotgan turmush otliq bu kema uni mamnun qila olmagan. Chunki u ya olg'a ilgirlamaydi yoki cho'kib ketmaydi. Va buning uchun qo'lidan hech ish qilishning kelmayotganligi uni nihoyat bearam qilmoqda. Hech qanday unum bermagan tirishchanliklaridan. Arzu armonlarining har qitim suvga tushishidan. Atrofidagi insonlarning uni hech qachon to'g'ri tushunmasligidan bakli charchaydi u inson. Agar dardlarning tili bo'lsa edi, uni anglashga yurak bardoshlik berilmagan bo'ladi. Shundoq bir kunlar keladi-ki, do'stining bir tabassumiga muhtoj bo'ladi u inson. Afsus, u chaqda atrofda quruq bir tabassumini hadiya qiladigan hech qanday inson topilmay qoladi. Shuning uchun umitsizlikdan chorisizcha umid kutishga boshlaydi va yolg'izlikqa mahkum bo'ladi u inson. Ba'zida yiroqlarga ketgisi keladi u insonning. Ruhini band qilib olgan ashportdan qutulib, to'lqinlar bilan shunchalik yiroqlarga ketadi-ki, chek-chegarasi yo'q bu dunyoning o'rtasida yolg'iz qoladi. Uning birdan-bir hamrohi umitsizlik xolos. Ba'zida inson jinidan shunchalik to'ydi-ki, butun ko'ngilsizliklarni, bütün insonlarni, hatto hayotini orqada qoldirib, yo'lining o'lim yo'li ekanligini bilib tursa-mu, jimjitlik ketgisi keladi u insonning. Yiroqlarga, texmi yiroqlarga. Jimjit kecha nurliq yulduzlar. Salkin shamol yenik pichirlar. Qalbimda ming bir turlik xiyollar insonga neyzaparlar quchtirar. Kashki xiyol kabi qulay bo'lsa bu hayot. Dardlarimga xiyollarim bo'lsa xuddi obi hayot. Hayot yo'llari shunchalik agri to'qay. Yaratquchi taqdirimga yana nima qismatlar yazar.